Tur, xotiniga ko'cha supurtir. Bolam jinnimisan, shu sovuq dedim, keldim ko'chaga olib chiqding. Mana, ishla o'zingiz. Xotining ovqati sho'r chiqibdi edi. Nima ovqat sho'r qilding, Zebo? Lattalanmasdan normal edi. Nima ovqat sho'r qilding? Voy nima baqirasan kelinimga? Normal qilgani yo'qmasa bor o'zingga boshqa pishirib ye. Suv chiqqan kelin. Et, onasinikiga bormasin. Zebo, bugun oyinikiga bormay qo'yaver, boshqa kun boramiz, xo'p? Voy, oyjon. Voy, o'chir ovozingni nima bormas ekan, boravering, o'zim sizga ruxsat beraman. Fe, zerikdim. Xotiningni qayda bor? Oyi, u ham birov qizi. To'g'ri. Qayda bora olmaysanmi? Yo'q. Mayli. Umidga nima meni qayga o'rmoqchi bo'ldingiz? Ah, Siqilmang, qizim, olib qolaman sizni, gapiraveradi-ku.